Minecraftda bloklar juda ko'p bo'lgani sababli odamlar ularni barchasini yig'ishni o'ziga xos musobaqaga aylantirishdi. Ammo Bedrock va boshqa ko'plab bloklarni survival rejimida olish imkonsiz bo'lgani uchun ular muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Xo'sh, bugungacha shunday edi. Chunki o'tgan bir necha yil ichida internetdagi odamlar ba'zi buzilgan usullar yordamida ularni olish mumkinligini aniqladilar. Xo'y, u rostdan ham tushdi. Buni qancha odam qilganini bilmayman. Lekin men hozirgina qurgan bu ulkan devorda bugun har bir blokni oddiylardan tortib, g'alatilargacha, eng kamyoblardan tortib, internetda ko'rsatilgan usullarni sinab ko'rib, haqiqatdan ham yig'ib chiqqan birinchi Minecraft o'yinchilaridan biri bo'lmoqchiman. 4 soatlik rejalashtirishdan so'ng men har bir blokni ro'yxatini tuzdim va butun devorni guruh bo'limlariga ajratib, ularni eng osonidan eng qiyiniga qarab tartibladim. Eng yuqorisidan boshlab pastgacha qarab ishlab chiqamiz, chunki bu qancha vaqt olishini bilmayman va men buni qilishim kerak. Birinchi bo'lim eng oson bloklar, ya'ni barcha yog'och turlari. Bo'ldi, tugadi. Yo'q, albatta. Har bir yog'ochning ko'plab turlari borligini unutmasligimiz kerak. Oddiy blok aralashgan yog'och taxta, zina, plita, devor, darvoza, eshik, bosim, plita, tugma, lyuk, belgi, osma va narvon. Har bir yog'och turi uchun taxminan 15 xil blok mavjud. Lekin Minecraftga qachon buncha yog'och turlarini qo'shib ketishdi-ya? Bu videoni rejalashtirishdan oldin faqat 6 ta turi bor deb o'ylardim. Hayin, archa, to'q eman, jungli va akatsiya. Keling bularni devorga qo'shaylik. Lekin ko'rib turganingizdek, bu o'yindagi yog'ochlarning atiga yarmi xolos. Qolgan yarmi esa mangrov botqoqligidan olingan. Mangrov yog'ochi bu xuddi qizil yog'ochga o'xshaydi. Yangi gilos biyomidan olingan gilos yog'ochi. Men buni birinchi marta olyapman. Shunaqasi bo'ladimi? Bambuk yog'ochi, buni bambukdan yasash mumkin. Mana bunday. Albatta, nazar ichidagi ikki xil turli yog'ochlar. Va nihoyat pale, ya'ni oqish bog'i biyomida yangi qo'shilgan pale wood, ya'ni oqish yog'ochi. Bilishimcha, u yerda qo'rqinchli moblar ham bor ekan. To'xtang. Men hali 1.21 versiyadaman. Yaqinda 1.21.4 ham chiqqan. Yaxshi, men yangilanishim kerak. Mana shunday. Bu shunchaki kulrang biyom, to'g'rimi? Unchalik kulrang emas, lekin pushtrangga ham o'xshar ekan. Bu qanday ovoz edi? Kerak bo'lgan barcha yog'ochlarni olamiz. Yo'q, bu yangi mob. Unga qarasam, u qimirlay olmaydi. Bo'ldi, men ketdim. U juda ham tezmasmi? Va shuning bilan bizda har bir yog'och bloki rasman devorga yig'ildi. Aytishim mumkinki, bu devor allaqachon dahshatli ko'rinishga ega bo'lyapti. Men atiga 0.0000001% odamlar ega bo'lgan bu bloklar to'plami bilan maqtana olaman. Keyingi bo'lim bu oson bloklar bo'limi. Juda oson, chunki bular barcha ustki dunyo yuzasi bloklari hisoblanadi. Masalan, yer, lekin shunchaki yer emas, balki mana bu kabi barcha turdagi yerlar. Qattiq tuproq, ildizli tuproq va loyli tuproq. Jinursin, yana qancha tuproq bo'lishi mumkin? Men bu videodan juda ko'p narsalarni o'rganyapman. Va nihoyat graviy. Bularni ostiga ip qo'yishim kerak. Graviy, qum va qizil qum. Yana grina ham, chunki u daryo ichida bo'ladi. Yuzadagi bloklar yig'ilgach, devordagi oxirgi oson bloklar bo'limiga o'tamiz. Barcha yer osti bloklari. Masalan, tosh, andezit yoki diarit demoqchi edim. Bu albatta andezit bo'lish kerak. Bu granit-ku qanday jinniman-a? Minecraftni 10 yildan beri o'ynaydiganga o'xshamayman. Andezit va nihoyat slanyets va tuf. Xuddi yog'och bloklari kabi bu bloklar ham turli variantlarda yasalishi mumkin. Toshning qancha variantlari borligini tasavvur ham qila olmaysizlar. Tosh, zina, plita, shuningdek tugma, bosim plitasi, toshg'ishlar, ulardan devor va g'alati ko'rinadigan oyna blok. Lekin bu hammasi emas. Toshg'ishni dars ketgan qilish uchun uni pechga solish mumkin. Keyin liyana qo'shib, o't bosgan toshg'ishlar yasash mumkin. Bum va nihoyat silliq tosh varianti uchun oddiy toshni pishirish kerak. Bu mening eng sevimli blokim. Aslida yana variantlari bor. Sal qolsa unutib yozibman. Albatta, toshni silk touch qazishsiz qazib olsangiz, siniq tosh olasiz. Demak, bu texnik jihatdan tosh varianti. Shuningdek, siniq toshni ham o't bosgan qilish mumkin. Xudoyim, yaxshamki boshqa yer osti bloklarining bunchalik ko'p variantlari yo'q. Granit juda ham oddiy. Diarit ham shunday. Sellulit, andezit. Yaxshi, gapimni qaytib oldim. Tuf bloklarning ham ko'plab variantlari bor ekan. Bularning barchasi deep slate variantlari. Yer osti bo'limidagi ushbu oxirgi qaturdagilari tomchi tosh bloklari. Tomchi tosh bloki va biroz mo'g' va ushbu kristallar ichidagi barcha turli bloklar. Oqi, qorasi, shuningdek kristal. Va nihoyat deep dark ichidagi barcha turli bloklar. Yo, xudoyim, shovqin qilmaslik kerak, jim bo'lishimiz kerak. Yo, hazillashyapman. Agar siz 2025-yilda deep darkdan qo'rqsangiz, demak Minecraftda noobsiz. Buni olamiz, qani qaziymiz, qichqiruvchi. Ey, nima qilasan? Vardini chaqirasanmi? Men hatto qo'rqmayman ham. Qalaysan, birodar? Faqat qorong'u qilma, iltimos. Lianani olamiz va elitrada uchib ketamiz.
Balki bunday qilmasligim kerakmidi? Va shuning bilan biz oson bloklar bo'limini yakunladik. Bularga barcha yog'och, yer usti va yer osti bloklari kiradi. Biz 100% lik bloklar kolleksiyasiga yaqinlashyapmiz. Endi esa o'rtacha qiyinchilikdagi bloklar bo'limiga o'tamiz. Ehtimol biz barcha rudalarni yer osti bloklaridan o'tkazib yuborganimizda payqagandirsiz. Chunki bu birinchi o'rtacha bo'lim hisoblanadi. Rudalarni oson bo'limga joylashtirib bo'lmaydi. Sababi nafaqat ruda bloklarini, balki ularning deep slate versiyalarini ham olishimiz kerak. Buni topish qiyinroq, ayniqsa ko'mir uchun. Chunki ko'mir bunchalik chuqurlikda paydo bo'lmaydi. Xo'sh, yaxshi, biz bizning ikki xil variantini oldik va temirning ikki xil variantini ham oldik. Men Jinnursin ko'mirda shunaqa variantini topa olmayapman. Mana qizil toshning ikki xil turi. Mana olamiz. Menda lazurit bor, lekin uni qora ukasi yo'q. Endi bor. Mana deep slate versiyasi. Menimcha to'g'ri qazganimiz yaxshiroq, chunki negadir g'orlar bilan kelisha olmayapman. Bo'la qolsang-chi birodar, bo'la qol. Menga shuni bera qol, tezroq topa olmayapman. Rudalarning oson bo'limda emasligining sababi ham shuda. Men hammasini topdim, lekin ko'mirni topa olmadim. To'xta, menimcha shu bo'lishi mumkin. Yo'q. Bor ekan, xudoyim-ey. Va nihoyat bitta bo'lishi mumkin, lekin baribir ham. Biz va nihoyat deep slate ko'mirni oldik. Endi bizga faqat oltin kerak. Yaxshi, albatta olmoslar. Nice. Va nihoyat izumrud rudasi. Lekin bilmasangiz, izumrud rudasining deep slate versiyasi o'yindagi eng kamyob bloklardan biri hisoblanadi. Chunki izumrudlarning bunchalik pastda paydo bo'lish ehtimoli deyarli 0 ga teng. Lekin 2 yil oldin yaratgan eng kamyob narsalar haqidagi videoyimni ko'rgan bo'lsangiz, men aslida ularni birini topgandim. Bu esa meni deyarli 5 soat vaqtimni olgandi. Jim bo'l. Yaxshi. Barcha rudalar joylashtirilgach, siz bu bo'sh joylar nima ekan deb qiziqayotgandirsiz. Bular eritilgan bloklar, olmos va izumrudli uchun ham. Ko'pchilik buni bilmasa kerak. Iltimos, mana shunday rudalarni eritishga shoshilmang. Chunki mana shunday ajoyib blokni yasashingiz mumkin. Nimaga bunaqa narsa kerak ekani? Nima bo'lsa ham qildik. Va bu oxirgi joylar rudalar yasash mumkin bo'lgan barcha bloklar. Masalan, bosim plitalari, temir eshik va temir panjaralar va temir zanjir. Nether rudasi va nether bloki pastdagi nether bo'limidagi devorga joylashtiriladi. Qanday ajoyib ko'rinyapti-ya? Keyingi o'rtacha blok bo'limi uchun biz noyobroq bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Chunki bu bo'lim turli xil ish stollari uchun. Minecraftda esa ko'plab ish stollari mavjud. Yaxshamki, hech kimga qizig'i yo'q tasodifiy qishloqqa uchib borsak, biz ularni barchasini topishimiz mumkin. Masalan, mana bu kartograf stoli. Nima bo'lyapti? Xo'sh, kamneres, qo'ng'iroq, kufsuv, kafedra. Okey, ikkinchi qishloq. Nima deyiladi, rudalar pechkasimi? Uchinchi qishloq, to'quv dastgohi, qozon. Yaxshi, boshqa turli xil ish stollarini topa olmadim. Keling, devorga qaytamiz. Topganlarimizni va yetishmayotganlarini joylashtiramiz. Bu menga taxminan 15 daqiqa vaqt oldi, lekin men ularni barchasini yasadim, chunki menda materiallarning aksariyati bor edi. Xo'sh, sekin-asta to'ldiramiz. Tabriklayman, hamma pechkalarni yig'dik. Qozon yoniga komposterni qo'yaman, chunki ular bir-biriga o'xshashdi. Nota bloki va musiqa qutisi. Kitobli javon va kitobsiz javon. Sandiqning yoniga men boshqa saqlash bloklarini joylashtiraman. Masalan, bochka, ender sandiq va ko'za. Men bilmagandim, ko'zani saqlash joyi sifatida ishlatish mumkin ekan. Lekin yomon tomoni shundaki, ularni olish uchun ko'zani sindirish kerak ekan. Minecraftda buni hech kim ishlatmaydi-ku. Bu yerga esa nakovalniyani qo'ysak bo'ladi. Albatta bittasini emasdi. Ya'ni dars ketganini qo'yamiz va yana juda qattiq dars ketganini qo'yamiz. Shunchaki dars ketmagan, ya'ni juda ko'p dars ketgan. Bizda ularning 3 xili bor. Ular esa barchasi bir xil ishni bajaradi. Oxirgilari esa qimmatroq ish stollari. Masalan, sehrlash stoli, mayak, qayta tug'ilish langari va magnetit. Uni yasash uchun esa bitta nezerit kerak bo'ladi. Va keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yoritish uchun ishlatiladigan bloklar bo'ladi. Ikki xil turdagi mashinalarni qo'yamiz. Agar ularga temir bo'lagini qo'shsam, ular fonarga aylanadi. Yaxshi va gulxan versiyalari. Aslida ular ish stollari bo'limida bo'lish kerak edi, chunki ular ovqat pishirishi mumkin. Keyingisi enta yog'i. Bular noyobroq yoritgich bloklari. Masalan, mashalla va o'yilgan qovoqni birlashtirib Jack fonarini olamiz. Redstone lampasi, dengiz fonari. Men glowstone blokini qo'ygan bo'lardim, lekin u nether bo'limida bo'ladi. Umuman qila olmasdim, kechiringlar. Va bizga kerak bo'ladigan oxirgi 3 ta yorug'lik blokini men o'z ko'zlarim bilan hech qachon ko'rmaganman. Qurbaqa chiroqlari. Chunki qurbaqa chiroqlarini olish juda g'alati. Birinchi qadam qurbaqani topishimiz kerak. Salom, bugun o'lasan, lekin bizga ulardan ikkitasi kerak bo'ladi. Xo'sh, qayerdan topsam ekan?
Oh, mana bittasi. U kadrda sakrab ketayotgan edi. Endi esa bu qurbaqalar bilan keyingi qadamni boshlaymiz. Biz Nezerda ichiga kirishimiz kerak bo'ladi. Hazillashayotgan bo'lsam qaniydi, lekin bu haqiqat. Sakramil iltimos, yo Xudoyim iltimos, Sakramilda ehtiyot bo'linglar. 3-qadam endi biz iltimos yiqilib tushma. Biz magma kubini topishimiz kerak. U esa bu biyomda umuman paydo bo'lmaydi. Jin ursin, birgina chiroq uchun shuncha ishni qilishim kerakmi? Qani qayiqqa o'tir. Mayli, men ularni magma kubi biyomiga olib uchaman. Yo Xudoyim, kerak emas. Magma kubi qayerda o'zi? Ha, bizga kerak bo'lgan narsa shu yerda, yigitlar. Qayiqdan tushamiz orqamdan va 4-qadam asosan bu magma kublarni qurbaqalar yeyishi uchun qulay holga keltirish. Chunki 4-qadamda qurbaqalar magma kublarini yeyish kerak. Yigitlar, magma kublarni yenglar. Ha, nice va nihoyat. Negadir har safar ular magma kubini yeganlarida qurbaqa chirog'i paydo bo'ladi. Bu Minecraftdagi eng ahmoqona narsalardan biri. Buning umuman ma'nosi yo'q-ku. Yaxshi, biz qurbaqa chiroqlarini oldik, lekin aslida 3-chisi ham bor. Va 3-chisini olish uchun magma kublarini yeyishga yashil qurbaqa kerak. Slime sharlari yordamida ularni ko'paytiraman, menimcha bunisi urg'ochi. Agar unday bo'lmasa, tuxumlarni suvga qo'y. Bo'la qol. Haqiqatdan ham bu qo'ydi rostdan ham. Qani yaramas. Menimcha tezroq o'sishlari uchun ularga shunchaki slime sharlarini berish mumkin. Ha, yashil qurbaqa tayyor. Iltimos, mana bu magma kubini yesang-chi. Yaxshi. Shaxsan men bu chiroqlar uchun buni yana boshqa qilmayman. Jinursan, qanaqadir chiroqlar. O'rtacha qiyinchilikdagi bloklar bo'limini tugatish uchun oxirgisi. Ehtimol unga qanday bloklar qo'yilishi kerakligini belgilamaganimni payqagandirsiz. Men buni ataylab qildim. Ajablanarlisi shundaki, har bir blokni yig'ishga uringan ko'plab odamlar buni butunlay unutishadi. Ya'ni rasmlarni. Ha, bu oxirgi bo'lim Minecraftdagi har bir rasm uchun. Men bu bo'limni juda katta qildim. Shuning uchun hammasi sig'adi deb umid qilaman. Menimcha ular 20 ta atrofida bo'lsa kerak. Va buni oson qilish uchun shunchaki rasmlarni qo'yishda davom etaman. Agar bizda bor bo'lgani tushsa, uni shunchaki sindirib tashlayman. Bunisi kerak emas. Bo'ladi. To'xtang, bir daqiqa. Hozir angladimki, bizda allaqachon 4, 5, 22 xil rasm bor ekan. Bularni ko'pini esa men ko'rmaganman. Minecraft o'yinida rasmlar borligini unutibman ham. Xo'sh, ular qancha ekan? 46 ta. Bu men o'ylaganimdan deyarli 2 barobar ko'proq ekan. Menimcha devorga sig'masligi ham mumkin. Yaxshi, har bir o'lcham uchun qancha xil rasm borligi haqida izlandim va men buni tartibli qilmoqchiman. Barcha birga bir o'lchamli rasmlarni qo'yishdan boshlayman. Yaxshi, barcha birga bir rasmlar bo'ldi. Endi keyingisi 2 ga 1 rasmlar. Shunday tartibli qilish orqali devorda yetarli joy qoladi degan umiddaman. 1 ga 2, 2 ga 2. Men jinni emasman. Tuproq orqali men qaysi o'lchamdagi rasmni qo'yishni nazorat qila olaman. 4 ga 2. Bular juda uzun bo'lmasa, bu rasmda xuddi odam bilan urushayotgan katta itga o'xshar ekan. 3 ga 3, ulkan 4 ga 4 va nihoyat 3 ga 4. Yo Xudoyim. Ha, barcha rasmlar devorga sig'di va bizda yana ozgina joy qoldi. Nega bunchalik xavotirlanganimni bilmayman, lekin bu juda zo'r ko'rinyapti. Endi qaysidir bir rasmni sotib olishim kerak. Qaysi birini? Xo'sh, o'rtacha qiyinchilikdagi bloklar rasman to'liq yig'ildi. Endi qiyin blok bo'limlariga o'tish vaqti keldi. Bu pastdagi qo'lga kiritib bo'lmaydigan bloklarni yig'ishdan oldingi oxirgi bo'lim. Bu bizni o'yindagi barcha bloklarni haqiqatdan ham yig'gan birinchi Minecraft o'yinchilaridan biriga aylantirdi. Har bitta blok rostami? Va shu yangi motivatsiyam bilan birinchi qiyin blok bo'limi bu Nether. Aslida ustki bo'lim bilan solishtirganda bu eng kichigi, lekin bu juda ham qiyin, chunki bu Nether. Juda samarali bo'lishi uchun men barcha bloklarni Nether biyomlari bo'yicha yig'aman. Netherni oddiy biyomidan boshlaymiz. U yerda oddiy Nether tosh, yoqdu tosh, magma bloki, kvarts va oltin rudasi bor. Ikkinchisi ruh qumi hududi. U yerda atiga 3 turli blok bor. Ruh qumi, ruh tuprog'i va suyak bo'lagi. Bu qizil biyomda ham 3 tasi bor. Bu chiroq, daraxtning yaprog'i va moviy biyomda ham xuddi shunday. Shuningdek, menda allaqachon obsidian va yig'ilayotgan obsidian bor edi. Oxirgi biyom bazalt va qora tosh bor bo'lgan bazalt biyomi. Men bundan juda ko'p olishim kerak, chunki xuddi yog'och kabi ular turli xil bloklar yasash mumkin. Bum, bazalt tugadi, menga endi kerak emas. Endi esa qora tosh vaqti keldi. Plita, zina, yaxshi hammasini joylashtirdim. Tugma va dars ketgan versiyasini ham unutmasligimiz kerak. Oxirgi narsalar Nether qalasi va bastion bloklari. Lekin biz bu barcha qora tosh bloklarini 2 soniya oldin joylashtirganmiz-ku. Shuning uchun men faqat mana shu oltin uchun keldim. Qaranglar, oddiy Nether g'ishtlaridan tashqari qizilrog'i ham bor ekan. Shunday ekan, bularni olay. To'xtanglar, bularni qanday yasayman? Biz buni Nether g'isht blokidan emas, Nether g'ishtidan yasashimiz kerak ekan. Va oxirgi ikkita Nether bloki bu qadimiy qoldiq va Netherit bloki.
Lekin men uni qazishga bormayman. Chunki xayriyat deyarli 2 yil oldin olmos fabrikasi videomda bu ulkan qazish mashinasini yasaganman. Bu mashinalarning har birida 3 tadan qadimiy qoldiq bor. Shuning uchun men ularni shunday ola olaman. Rahmat senga 2 yil oldinga o'zim. Bu aniq ko'p vaqtni tejaydi. Bularni eritib olamiz, nezerit va nezerit blokiga aylantiraman. Men birinchi marta nezerit blokini yasadim. Keyingi bo'lim endagi barcha bloklar taxminan 4 ta. Yaxshi, bizda ender tosh bor, keling tezda bedrockni ham olamiz. Yo'q, hazillashyapman, bu qo'lga kiritib bo'lmaydigan bloklar uchun. Biz mana buni va End shahridan bu bloklarni olishimiz kerak. Bularni oson bloklarga qo'shish kerak edi. Lekin keyingi bo'lim qiyin. Ular suv osti bloklari hisoblanadi. Masalan, koral bloklari. Buni olish qiyin emas-ku deb o'ylayotgandirsiz, lekin sabab bunda emas. Sababi ularni o'ldirmasdan qanday qilib devorga qo'yaman? Xo'sh, ularni o'lishi yaxshi, chunki o'yindagi barcha bloklarni yig'ish uchun bizga o'lik varianti ham kerak. Koral o'tlarini ham qo'yamiz va boshqa korallarni ham. Xo'sh, ular o'lmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Ularni tirik saqlash uchun qandaydir yo'l bilan suv tegib turishi kerakligini bilamiz. Orqasidagi devorni qazib olsak bo'ladi, lekin buni xunuk ko'rinishini xohlamayman. Ichiga suv quyamiz, xuddi shunday. Endi ularni o'lmaydigan qilib qo'yishimiz mumkin. Yaxshi, xatolar bizni kuchliroq qiladi. Ustiga korallarni qo'ysam, suv oqishdan to'xtaydi. Muammo bor, lekin ularni pastdan qo'yib bo'lmaydi. Lekin ularni yon tomondan qo'ysak bo'ladi. Keling, zinalarni yasaymiz va ichkaridan ularni mana bunday joylashtiraman va ichiga suvni qo'yamiz. Zinalarda suv bo'lgani uchun ular o'lmasligi kerak. To'g'rimi? To'g'rimi? Mana bu oxir bloklar korallarga kirmaydigan suv osti bloklari. Lekin koral kabi biz qila olmaymiz. Endi oyna qo'yishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Bum. Barcha suv osti bloklari qo'yildi va keyingi bo'lim ham xuddi shunga o'xshab va o'yindagi barcha turli o'simliklar uchun. Minecraft har bir yangilanishda o'simlik qo'shgani uchun ular juda ham ko'p. Barcha turli bloklardan boshlaymiz. Menimcha ular aslida o'simlik emas, chunki ular o'lik. Menda ikkitasi yo'q, azaliya daraxti, gullagani va oddiysi. Bum. Bilaman, bular barglar emas, lekin men mangrov ildizlarini va loyli mangrov ildizlarini ham qo'shaman, chunki ular barglarga o'xshaydi va o'simlik hisoblanadi. Keyingi qator barcha daraxt ko'chatlari. Bum. Va oxirgi 4 ta tuvakka men barcha turli qo'ziqorinlarni ham qo'shaman, chunki ular ko'chatlar kabi o'sadi. 3-qator uchun bilasizki, barcha turli gullar. Mana sizlarga hammasini olishimning tezlashtirilgan lavhasi, chunki ular juda ko'pda. Nega o'yinga shuncha ko'p gullarni qo'shgan? Men bularni hali yig'ib ham bo'lmadim. Qaysini qo'yganman, qo'ymaganman bilmayapman. Lekin menga hali ham 2 ta eng qiyin gul yetishmayapti va ularni shunchaki daladan terib ola olmaysiz. Birinchisini siz barchangiz bilsangiz kerak, vizir atir guli. Uni olish uchun vizirni chaqirishingiz va u biror mobni o'ldirishga majbur qilishingiz kerak va shunda gul tushadi. Menimcha bu abadiy vaqtni oladi. Biz buni juda oson qilamiz. Shunchaki chuqur qazishimiz, uni vizir uchun yetarli darajada katta qilishimiz kerak. U ichida paydo bo'lish uchun yetarli bo'lsa bo'ldi. Uni paydo bo'lishidan oldin men bu yerga juda ko'p tuxumlarni otaman. Yaxshi, bizda 8 ta jo'ja bor. Vizir paydo bo'lishi bilan ularni o'ldirishi kerak. Bum. Yaxshi, ularning hammasi o'lgan bo'lishi kerak. Men ehtiyot bo'lishim kerak. To'xta, nima? U nima tepaga chiqyaptimi? Yo'q, nimaga u tepaga chiqyapti? Yaxshi, u qayerga ketayotganimni bilmaydi, shunga bekinib olamiz. Demak, do'stlar, hozircha shu joyda to'xtatamiz. Albatta, 300 ta likedan keyin keyingi qismini chiqaraman. Xayr, sog', salomat bo'ling.